Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Bu Palakat Yandeksi nima qilsa bo'larkan? Gaz yo'q, 92 benzin quyamiz, narxlari kepay narx. Nima qilsa bo'larkan? Majbur bo'lamiz mijozlarga telefon qilib story keladigan narx aytishga. Tushunadigan mijozlar ham bor. Bo'ldi, gap bo'lsin emas, kevering deydi. Baraka topsin shunaqa insonlar. Respekt. Biriga 1000 bersin. Lekin tushunmaydiganlari ham bor, zakonlashadiganlari ham bor. Jalba qilaman deydimi, nima Yandex yoqib qo'ygansiz deydimi? Shunaqalarga biz ham aytamiz, tushuntirib ko'ramiz, tushunmasa xohlasangiz birizga telefon qiling deymiz. Bu diskomfortu, hozir to'xta video qo'yatdi, dabdala qiling. Davom ettiramiz. Xullas gaplarniki bo'ldi. Chorvada zo'r qor yog'yapti. Xullas bu Yandeksni bir balo qilish kerak. Chimyon Amirsoylarda boykot qilib ko'rish kerakmi? Chorvalarda boykot qilib ko'rish kerakmi? Shuni bir kommentariyalarda izoh berib yuboringlar, nima qilsa bo'ladi?